Bugun Guliston shahrida joylashgan Guliston istirohat bog'ida Sirdaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov rahbarligida ommaviy sayyor qabul bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir doirasida shahar va tumanlardan kelgan 345 nafar fuqaro o'z murojaatlari bilan ishtirok etdi. Qabulning asosiy maqsadi aholi bilan yuzma-yuz muloqot qilish, ularning muammolarini tinglash va samarali yechim topishdan iborat bo'ldi. Rahmat aytmoqchiman. Shaharni musuldan tozalaganingiz uchun, ariqlarga suv kelgani uchun rahmat aytmoqchiman. Salomat bo'ling. Faxr meni uyimda o'tyapti. Shunday uyarim bor. Yo, uyimda turishim kerak. Kamila. Yo, buzilish kerak. Kelishmasa buni zaxini to'g'riladi. Og'ay zax qilyapti. Ko'rmishsiz bitirgan. Ish yo'q. Ben mijozda ruxsatsiz mana hujjat olib kelib sug'urta shartnomasidan qiyinchilik chiqarib oldim. Shuni xizmat surishtiribsan. Bir yil bo'lib qoldi, ishsiz yuribdi-da, oliy ma'lumot. O'qishing kerak. Zamon shunaqa o'qiydigan odamlarga talab. Bizni davlatimizga bilimli odamlar kerak. Bu galgi qabulda murojaatlar geografiyasi keng, muammolar hayotiy bo'ldi. Qabulda Guliston shahri fuqarolari ko'pchilikni tashkil etdi. Shu bilan birga Sirdaryo, Mirzobod va Guliston tumanlaridan ham ko'plab fuqarolar qatnashdi. Murojaatlar mazmuniga nazar tashlar ekanmiz. Asosiy masalalar uy-joy bilan ta'minlash, ish bilan bandlik, imtiyoz va subsidiyalar ajratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va bank kreditlariga oid bo'lgani kuzatildi. Sayyor qabul doirasida faqatgina murojaatlar tinglanib qolmasdan aholiga bir qator qulayliklar ham yaratildi. Xiyobonda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etilib, turli tashkilot va korxonalar tomonidan bo'sh ish o'rinlari taqdim etildi. Bu esa ish qidirayotgan fuqarolar uchun muhim imkoniyat bo'ldi. Shuningdek, Adliya boshqarmasi tomonidan mobil davlat xizmatlari ko'rsatildi. Ya'ni odamlar pasport, kadastr, fuqarolik holati aktlari va boshqa xizmatlardan sayyor holda to'g'ridan-to'g'ri shu joyning o'zida foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Erkinjon Turdimov rahbarligida o'tkazilgan ushbu sayyor qabul ochiqlik va halol muloqot asosida o'tdi. Har bir murojaat diqqat bilan tinglandi. Ayrim masalalar joyida hal etildi, qolganlari esa nazoratga olindi. 10 kundan keyin sayyor qabulga tushgan fuqaroning murojaatlarini ijrosi o'rganib chiqilib, baho beriladi. Hamma bugundan boshlab mana borib, joyiga borib, ishlar, masalalar yechish kerak. 100% ijobiy yechilishi kerak. Bironta tushuntirish berildi yoki bo'lmasam rad etildi degan so'zlar leksikonda bo'lmash kerak, ular qabul qilinmaydi. Biz hammasini aytdik. Bo'lmaydigan ishga javob berdik. Biz rad etamiz siz masalaga.